Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimiz. O'tgan darsda to uppercase metodini o'tgandik. Bu matnning hamma harflarini katta harfga o'tgan edi. Bugun shuni teskari hisoblangan to lowercase metodini o'rganamiz. To lowercase nima? To lowercase metodi stringdagi barcha harflarni kichik harfga o'tkazadi. Ushbu metod stringning asl qiymatini o'zgarmaydi, balki yangi string qaytaradi. Ishlatilish o'rinlari foydalanuvchi kiritgan matnni formatlash uchun ishlatiladi. Qidiruv yoki taqqoslashda katta kichik harf muammosini oldini olish uchun. Bu ham o'sha to uppercase'dan yaxshiroq usul to lowercase, ya'ni misol uchun e-commerce'dagi biron narsa mahsulotlarni qidiruv bo'limlariga to uppercase emas, to lowercase ishlatiladi ko'pincha. Kodni kopiya qilib olib bu yerga tashlayman. Ya'ni bu yerga katta harf bilan yozilgan matn salom dunyo. Lower text degan ikkinchi o'zgaruvchi e'lon qilingan va text o'zgaruvchimiz chaqirilib to lowercase metodi chaqirib qo'yilgan. Metodlar o'sha nuqta qo'yib chaqiriladi. Qaysi o'zgaruvchidan keyin ishlatish kerak bo'lsa va console local lower text chaqirilyapti. Ya'ni natija shunday bo'lishi kerak. Kichik harflar bilan salom dunyoga o'zgarishi kerak. Terminalni ochib node strings.js nimagadir ishlamay qoldi. Bu yerdan saqlamaganman. Salom dunyo matni chiqdi. Bu yerdagi matn farqi yo'q. Agar kichik harf bilan bo'lgan taqdirda ham hamma harfni kichikka o'tkazib yuboraveradi. Salom dunyo. Bu natija bir xil o'zgarmaydi. Bugungi darsimiz shu edi. Hammaga rahmat.